olib keladigan virusga davo izlayotgan bir olim tasodifan xavfli yomg'ir yog'dirdi. Hol bo'lgan har bir kishi og'riqdan qichqirib, darhol olardi. Bir necha kun ichida butun shaharlar xaritadan yo'qolib keta boshladi. Bu hamma narsa nazoratdan chiqib ketgunga qadar bo'lgan vaqt edi. Daniyadagi bir universitetda Simone ismli qiz imtihonga shoshilayotgan edi. To'satdan otasi Frederik paydo bo'ldi va hech narsani tushuntirmasdan Simoneni ushlab, mashinasiga majburlab o'tirdi. Simonening ukasi Rasmus va ularning onasi allaqachon ichkarida o'tirishgan edi. Frederik qo'rqib ketdi va bir ogiz ham gapirmasdan to'liq tezlikda haydadi. U ularni o'rmon ichidagi Apollo kompaniyasi tomonidan qurilgan maxfiy bunkerga olib borayotgan edi. Ob-havo yomonlashib borardi va halokatli yomg'ir har qanday vaqtda boshlanishi mumkindek tuyuldi. Uning yuqori tezligi tufayli bir nechta mashinalar oldinda to'qnashib, yo'lni to'sib qo'ydi. Odamlar Frederik bilan gazab bilan bahslashdi, lekin u ularga e'tibor bermadi. U tezda oilasini mashinadan tushirib, o'rmonga yugurdi. Ular bunker kirishiga yetib borishganida, osmondan birinchi yomg'ir tomchilari yog'a boshladi. Frederik barmoq izi bilan bunkerni ochdi va hammani ichkariga yugurtirdi. Simone va Rasmus hayron bo'lishdi, nega otalari ularni bu yerga olib kelishgan. Bunker to'liq jihozlangan edi. Yillar davomida oziq-ovqat va suv, shuningdek, o'zining havoni qayta ishlash tizimi. Simone nima bo'layotganini so'rashga urinayotganida, Frederik himoya kostyumini kiyib ketishga tayyorlandi. U shunchaki, "Men qaytib kelmagunimcha bu bunkerdan hech kim chiqmaydi", dedi. Simone undan tushuntirishni iltimos qildi. Frederik nihoyat unga haqiqatni aytdi. Tashqaridagi yomg'ir halokatli virusni olib yuradi. U tegib ketgan har bir kishi bir necha soniya ichida o'ladi. Frederik davo topa oladigan yagona odam edi. U darhol kompaniyasining bosh qarorgohiga yetib borishi kerak edi. Ketishdan oldin u Simonega, "Rasmusga alohida e'tibor bering. Bir kuni u hamma narsani o'zgartiradi", dedi. Simone hayron qoldi, lekin Frederik ketdi. Birozdan keyin Simone telefondagi internetni tekshirdi va hayratda qoldi. Hamma joyda tartibsizlik, o'lim va vayronagarchilik hukm surardi. Odamlar ko'chalarda yiqilib, yomg'ir ularga yuqtirganda azobdan qichqirishardi. Simone Rasmus bilan qo'rqib gaplashayotgan paytda kimdir to'satdan bunker eshigini baland ovozda taqillatdi. Rasmus bu ularning otasi deb o'yladi va onasining ogohlantirishlariga qaramay uni ochish uchun yugurdi. Eshik ochilishi bilan yomg'irga botgan bir kishi ichkariga yiqildi. Terisi kuygan edi va u Rasmusni tortib olishga harakat qildi. Rasmusning onasi uni tezda orqaga tortdi va yuqtirgan odamni tashqariga itarib yubordi. O'zi yomg'irga qadam qo'ydi. U darhol infeksiyadan kuyib, yiqilib tusha boshladi. Shunga qaramay, uning oxirgi so'zlari bolalar uchun edi. Bir-biringizga gamxo'rlik qilinglar. Yiglab, Simone bunker eshigini yopdi va Frederikka qo'ng'iroq qilishga urindi, ammo hech qanday aloqa yo'q edi. Rasmus uchun ishlarni normal saqlash haqidagi so'zlarni eslab, Simone o'zini tutdi va bunker tizimlarini tekshirdi. U Apollon shaharda bir nechta shunga o'xshash bunkerlar qurganini aniqladi. U ular bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hech qanday javob bo'lmadi. U materiallarni qidirayotganda radio topdi va yerto'lasida yashiringan bir kishi bilan bog'landi. U unga tashqaridagi vaziyat juda yomon ekanligini va odamlar xavfsizlik uchun kasalxonaga ko'chirilayotganini aytdi. Simone unga Frederikning raqamini berdi, lekin u ham unga qo'ng'iroq qila olmadi. Simone otasi olgan bo'lishi mumkinligidan qo'rqardi. To'satdan butun shaharda elektr uzilib qoldi va radio aloqasi uzildi. U va Rasmus endi butunlay yolg'iz qolishdi. Bir hafta o'tdi, Frederikdan darak yo'q edi. Simone kechasi shik kostyumini kiyib tashqariga chiqishga qaror qildi. Lekin u olayotgan onasining gallyutsinatsiyalarini ko'rishni boshladi va ichkariga yugurdi. Sekinasta bir oy o'tdi. Simone Rasmusga gamxo'rlik qilishga qiynaldi, lekin u qo'lidan kelganicha harakat qildi. Bunker tizimlarini boshqarish va resurslarni boshqarishni o'rgandi. U yillar oldin Rasmus shifokorlarga noma'lum bo'lgan galati virusni yuqtirganini esladi. Frederik o'zi antidot yaratgan va uni qutqargan edi. Keyinchalik Apollon virus haqida hisobot talab qildi. Simone tashqaridagi virus Frederik tomonidan yaratilgan bo'lishi mumkinligiga shubha qila boshladi. 6 yil o'tdi. Oziq-ovqat tugab borayotgan edi. Rasmus katta bo'lib, ta'minot qidirmoqchi edi.
Simone rozi bo'lmadi, lekin keyinchalik tashqi dunyoni o'zi tekshirishi kerakligini angladi. Bir kuni kechasi shu kostyumini kiyib, u tashqariga chiqdi. U yana onasining vahiylarini ko'rdi, lekin oldinga intildi. Onasining jasadi skeletga aylangan edi. Dunyo o'zgargan edi, mashinalar vayron bo'lgan, yo'llarni o'rmonlar bosib ketgan edi. U omon qolganlar saqlanishi kerak bo'lgan kasalxonaga yetib keldi. Baqirib hech qanday javob olmadi. Ichkarida hamma narsa vayron bo'lgan, jasadlar hamma yoqqa sochilgan edi. Keyin to'satdan bori paydo bo'ldi. U ketguncha yashirinish uchun xonaga yugurdi. Simone bunkerga qaytib, Rasmusga haqiqatni aytdi. Tashqi dunyo kutilganidan ham yomonroq edi. Ular shaharda boshqa bunker topishlari kerak edi. Keyingi kecha ular ketishga tayyorlanishdi. Ammo to'satdan bunkerning kislorod darajasi pasayib ketdi. Simone hushidan ketdi, lekin Rasmus signalni oz vaqtda eshitdi. U uni tashqariga sudrab chiqdi, kostyumsiz. Galati, ularning ikkalasi ham kasal bo'lmadi, ya'ni endi ular tashqarida omon qolishlari mumkin edi. Shu payt bir guruh odamlar ularni qurol bilan qo'lga olishdi. Ilgari Simoneni tashqarida ko'rgan odamlar. Ular aka-uka va opa-singillarni majburan chiqarib, ularning ta'minotini o'girlash uchun bunkerning kislorodini o'chirib qo'yishgan edi. Ammo hech qanday oziq-ovqat qolmadi. Ularning yetakchisi Martin gazab bilan Simone va Rasmusni xonaga qamab qo'ydi. Qochish uchun Simone stakanga boshqa oziq-ovqat zaxiralari qayerda ekanligini bilishini yozdi. Keyin barcha bunkerlar xaritasi solingan daftarchani sindirdi. Endi Martinning boshqa chorasi yo'q edi. Simone bu joylarni biladigan yagona odam edi. U unga tikilib qaraganida 60dagi xotiralari qaytib keldi. U askar bo'lganida ko'prikda qo'riqlab shaharga kirishni to'xtatgan edi.